Hammaga salom. Sizlar bilan bugungi videoda yana men Mongo akalar, men qishloq topmoqchiman. Shuning uchun uydan qancha uzoqqa ketdim. Uzoqda uy akalar. 300 metr bor uygacha. Biz lekin uyga emas, uyga qarama-qarshi tarafga qarab qishloq qidirib yuribmiz. Men mana shu 20 kunlargacha qishloq topmoqchiman. Lekin topa olamanmi yo'qmi bilmayman. Akalar kommentga yozib ketinglar. O'zi janglda qishloq bo'ladimi yo'qmi? Men lekin akalar ko'rmaganman. Akalar aytgancha like bosib obuna bo'lishni unutmang. Nega ko'p vaqt yo'q bo'lib ketding? Video chiqarmayapsan desangiz akalar, o'zimni bir ikkita ishlarim chiqib qoldi. Shuning uchun uzr so'rayman akalar. Daraxt chopib olamiz. Akalar like bosib obuna bo'linglar. Uju kommentlar kelyapti akalar. Akalar kommentga uju Короче, akalar qanaqa o'yin o'ynaylik yozib qoldiringlar. Minecraft yoqyaptimi yo'qmi? Uni ham albatta yozib qoldiringlar akalar. Bizning maqsadimiz 20 ta bo'lish. Voy yo'qmi menda? Akalar meni qishloq qidirish. Akalar men qishloqqa yaqin qishloq topsam yoki chiroyliroq 20 kun bo'lsa yoki qishloq topa olsam videoni yoqaman. 20 kungacha qishloq topish meni maqsadim. Olsam ketdik. 5 kun yurdim qishloq topaman deb. Hatto kema topdim lekin akalar qishloq topgan. Akalar uy qan desanglar. Akalar 2700 blok. Akalar pashti 3000 blok uzoqqa ketib qoldim uydan. Lekin hali ham qishloq topilmadi. Ovqat ikkita qoldi. Akalar mana oltin chelak nima desanglar. Bu akalar villagerlarda mana shu oltin chelakka olsa bo'ladi. Shunaqa mod qo'shganman akalar. Voy. Inventarni to'liq qoldi akalar. Men har xil daraxtlar oldim. Kemadan chiqqan narsalar. Men tashlarsam bo'ladi. Ana tashlaramiz akalar. Kerak emas bizga. Akalar men kechalari ham yurdim. Umuman qishloq topamadim akalar. Shunga nima qilishni bilmasdan yuribman. Oppa. Akalar men qishloq topishga rosa harakat qilyapman. Akalar eshitishimcha mana shu biyomda ko'p qishloqlar uchraydi deb eshitganman. Inventarim to'liq. Nimani o'rniga qo'ysam bo'ladi? Olma akalar bizga hozircha kerak emas. Akalar men aytgancha buzilgan portal ham topdim. Mana umuman kerak emas. Uy qurishda ishlatgan blogimiz akalar haligacha inventarni yuribdi. Yomg'ir ham yog'ib akalar. Men mana shuncha joyga kelgunimcha 150 millionta yomg'ir yog'di. Yomg'irdan ham bezor bo'lib ketdim. Inventarda joy yo'q. Ko'p narsa o'zim bilan olmoqman. Lekin suyagim yo'q meni akalar.
Kommentga necha marta akalar yozganmen yozib ketinglar. Chunki akalar men buni ko'p aytyapman, yana aytaverdim. Obunalar bu endi men uyga boray. Uyga boraman. Chunki akalar hech narsa chiqmadi bu. Chiroq qolmadi. Aytdi zombi kelyapti. Akalar, akalar men 2 kunda uyga yetib keldim. Biz birinchi o'rinda inventarimizni bo'shatishimiz kerak. Bu yerga kerak narsalar hammasini qo'yib tashlaymiz. Hoppa. Akalar men ovqatlarni pishirishga qo'yishim kerak. Hoppa. Bunga akalar bu pishganiga ko'mir qo'yamiz. Hoppa. Istagi 11 ta kema. Sartaroshga qilamiz keyin. Akalar meni bugungi videodan maqsadim villager farm qurmoqchi edim akalar, lekin villagerlar topolmadim. Afsuski bugungi videoda ferma quramiz. Bu video qisqaroq bo'lishi mumkin. Like bosib obuna bo'lishni unutmanglar. Menga ozgincha temir kerak ketmay yasashdan. Akalar keyingi videoda biz full olmos bo'lishimiz kerak. Shuning uchun men konga kiraman keyingi videoda, lekin bu videoda konga kirgim kelmayapti. Biz cho'p olamiz. Bizda urug'lar bormi? Afsuski akalar bitta urug' bor ekan, bo'lmasa biz urug'larni yerdan olishimiz kerak. Akalar kontentlarimiz yoqayotgan bo'lsa like bosib obuna bo'ling va bizda bilasizlar o'zinglar. Shunday like bosib obuna bosib qo'yinglar, bo'ldi. Hoppa. Akalar bu hozir boshlanishi. Bu ferma hali ashi katta qilamiz. Har xil ferma, o'shanday fermalar quramiz, lekin keyingi qismlarda bo'ladi. Hop. Hoppa. Mana bizni birinchi urug'larimiz creeper. Akalar bugungi video qisqa bo'lgan bo'lishi mumkin. Obuna bo'ling, like bosing va bizni rivojlanishimizga hissa qo'shinglar. Xayr hammaga.